Assalomu alaykum do'stlar, hammaga xayrli kech. Hammalaringizga omad tilagan holda ekranlar qarshisida voybona yana men do'stlar. Bugun balansimizda 40 ming rubl. Ertalab ko'rganinglardek juda ham zo'r zanus oldim. Yana xuddi men mana shu kontorada debetda o'ynayman. Bu vaqtda sizlar YouTube kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, kommentariy qoldirishda davom etinglar do'stlar. Tak. Boshlanishiga 500 rubldan boshlaylik. Sразу X5. Jo'ta boshda yaxshi chiqib ording, keyin qanaqa bo'larkin endi. Qaytuv. Yana qaytuv. O'ynayotgan proyektimda debet proyekti. Zanuslarda juda ham chiroyli beryapti. Hozir akkaunt ham yangiligi uchun o'zim birinchi sinab ko'rmoqchi bo'ldim, lekin mana 2 safardan beri faqat zanus olyapman. X10 juda ham yaxshi. Registratsiyada o'tish uchun silkani kommentariyada qoldiraman. Shuningdek, registratsiyada o'tayotgan vaqtinglarda Akula debet promokodlarini kiritib 100% bonuslarga ega bo'lishlaring mumkin. Pul kirishda agar muammo bo'lsa, tushmay qolsa akkauntlaringga bemalol Telegram kanallarimni ham qoldiraman. O'tib murojaat qilinglar, albatta yordam beraman. Boshinglarni qotirib, paddishka bilan urishib, netib yurmanglar. Agar pul chiqarishda qiynalayotgan bo'lsanglar, sizlarga bitta maslahatim, yangi akkauntga birinchi kripto koshelokdan pul kiritib olsanglar, maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki kartaga pul chiqarishda qiynaladigan bo'lsalaringiz, bemalol kripto koshelokka любой payt chiqaraverasizlar. Bir marta kripto koshelokni kiritib olsanglar, bo'ldi, keyin kartadan foydalanaverasizlar. 3 marta kartadan pul sog'ayganinglardan keyin bemalol kartaga kirdi chiqdi qilsanglar bo'laveradi. Prosta manaqangi pul chiqmay qolib, muammolar bo'lgan paytda kripto koshelok juda ham qo'l keladi do'stlar. Kripto koshelokni bilmaydiganlarga esa, o'rganaman deganlar bo'lsa, meni xizmatim pullik, men pulga o'rgataman. Buni o'rganganlar o'zlari juda yaxshi biladi qanaqa mehnatligini. Shuning uchun kommentariyada har xil negativ gaplar qoldirishda keragi yo'q. Pul qilmoqchi, boshqa qilmoqchi. Hech kimni ko'timas, menga o'xshab kripto koshelokni o'rgatish. Shuning uchun agar nima qilsanglar, mana YouTube'lardan ham bemalol instruksiyalarni izlashlaring mumkin. X5. Tak, X5 yana juda ham yaxshi. Yana X5, qatorasiga 3 marta X5 yana chiq. Nomard. Chiqsang bo'lardi bitta. Tak, qaytuv. Ishtimi yo'q. 800 rubl. Shunaqa sekin stavkani ko'taraveramizda. Keyin oxiri jo'pa bo'lib o'tiraveramiz. Tak, Indian poker qani o'zingni ko'rsat, bitta chiroyli zanuslaringdan ber. X10, X50, X75 shunaqa koeffitsiyentlaring ham bor. Qizg'onmasdan beraver. Zarraza. Tak, yana ishtimi yo'q. Xo'p, 900 rubldan qani. Ishtimi yo'q yana. X5. Orqasidan yana X10 da ur. Yo'q. Tak, yana yo'q. Ishtimi. Uyg'on. Indian poker. Alo. Tak, ishtimi yo'q yana. Hozir 400 rubldan bosib ko'raylikchi. Ishtimi yo'q. Xo'p, 1000 rubldan ketdik endi. Bu yog'i endi omad. Qani ko'ramiz. Do'stlar, bugun 8:08 da aksiya ketyapti. Mabodo kimda kim 8:08 ga pul to'ldiradigan bo'lsa, Telegram kanalimga o'tib murojaat qilinglar. Men katta kanalda manzilini beraman. 2000 rubldan oshiq nimalarga pul qo'yganlarga счастливая sreda bo'lyapti. Bez vejer frispin beradi. Frispinlar 7 kun ichida akkauntingizga tushadi. Undagi yutgan pulinglar to'g'ridan to'g'ri balansingizga tushadi. Hech qanday atigirish yo'q. Har chorshanba 8:08 da mana shu счастливая sreda. Aylanib ketay, o'rgilib ketayina. Omadli chorshanba. Hozir nima bo'lib qoldi? Chiqib qoldi. Bemalol qatnashishlaring mumkin. YouTube'lardan olishingiz mumkin. Mana ko'rib turganlardek qancha edi? 40 ming rubldan 117 ming. Endi boshqa o'ynamayman. Hozir 75 dan keyin bizga yaxshi nima zanus bermaydi. Ko'rib turganlardek mana yangi akkauntni nimasi, natijasi, rezultati. Do'stlar, kelgusi videolarda
Ko'rishguncha g'oyibona hammanglarga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar deb qolaman. Telegram kanallarimizga ulanib olib, biz bilan birgalikda yakkalik stavkalarda foydaga chiqib olishlaring mumkin do'stlar. Olinglar, oldirmanglar, tagida qoldirmanglar. Menga o'xshab to'p o'ynamanglar, yeb qo'yishlaring hech gap emas. Sog' bo'linglar.